To'g'rimi? Eng asosiysi bu kadr orti jarayonlarda dastur boshlanishidan oldin tayyorgarlik ko'rishda hamma maroq bilan tinglashdi qo'shiqlarni. Hozir endi yurtdoshlarimizga ham ushbu taronalarni, qo'shiqlarni taqdim qilamiz. Xudo xolasa. Marhamat. Marhamat. Hayda yursam sog'intirar, hayda yursam sog'intirar. Ona yurtim tomonlari, ona yurtim tomonlari. Hayolimda sahar sahar esar jayhun shamollari. Hayolimda sahar sahar esar jayhun shamollari. Atir gul terab cho'llardan, guli rayhon chamanlardan. Atir gul terab cho'llardan, guli rayhon chamanlardan. Bizning bu go'zal yerlardan esar jayhun shamollari. Bizning bu go'zal yerlardan esar jayhun shamollari. O'zbekiston sholli diyanar, bülbüller ishqinda yanar. O'zbekiston sholli diyanar, bülbüller ishqinda yanar. Hamma faslingdan bahor esar jayhun shamollari. Hamma faslingdan bahor esar jayhun shamollari. Ömür kısa menzil uzak, yıllar bizden yeter irak. Ömür kısa menzil uzak, yıllar bizden yeter irak. Mengu kuşuk kabi güyleb yeser cayhun şamalları. Mengu kuşuk kabi güyleb yeser cayhun şamalları. Yel mehri solmaz yüzünden, ulug' daryoyi azimdan. Qara qalpoq Xorazmdan, esar jayhun shamollari. Ömrümning bog'di sabası salom jayhun shamollari. Ömrümning bog'di sabası salom jayhun shamollari. Salom jayhun shamollari. Salom jayhun shamollari. Salom jayhun shamollari. Ey yashang,
Demak, mana shunday go'zal taronalarni jonli ijroda dastur davomida yana yurtdoshlarimizga taqdim qilamiz degan umiddamiz va sizdan yana dastur davomida ajoyib taronalarni kutib qolamiz. Albatta, minnatdorlik bildiramiz so'zindilar jamoasiga ham va qolaversa erta tongdan jonli ijrolar chindan ham insonga boshqacha kayfiyat taqdim qila oladi va qolaversa ayniqsa bu jonli efir soatlarida bo'lsa, to'g'rimi? Demak, mana shunday imkoniyatlarni biz yurtdoshlarimizga taqdim qilamiz va bularning barchasi aynan sizning tabassumlaringiz yanada yorqinlashishi uchun